Hürmetlik vatandaşımız devamlaştırımız. Garbi takım aralığa bösüp görüş az uçuraydıgan eş. Amerika Qo'shma Shtatlari Jongo umumyüzlük kuch ko'rsatgan mavzuli xabar 1-ayning 31 kun Vanviye torbiyati e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerikaning harbiy parxodlari o'tganda Janubiy dengizga bösüp kirib, 1-ayning 30 kuni yo'lni o'zgartib, Jungo dengiz territoriyamiz deb atab olgan g'arb taqim orollariga bösüp kirişi az uchraydigan bir ish. Bu hareket Amerika tarafının Janubi Jungo dengiz yüzlü Jungo tarafga umumi yüzlü kuch ko'rsatganligini tushuntirib berdi. Xiris qilishning ko'rinarlik o'rliganligini tushuntirib berdi. Ol kuchsi gazeti mundaq ko'rsatdi. Bu hareket Jungoning burayındagi territoriya va dengiz okean huquq manfaatlari to'g'risidagi tashabbuslarga yana bir qatam Amerikaning xiris e'lon qilganligidir. Jungo'nun alakadar matbuatı Venşin mundaq ko'rsatdi. Egilik huquq tabaligi meselesi de G'arbi taqim orolları ve Janubiy dengiz orolları o'xshamaydigan hech qanday farqi yo'q. Bu orollar Jungo avval bayqagan Jungo, avval ism qo'ygan Jungo, avval boshqarib kelgan orollardir deydi. Bu munoza talab qilmaydigan faktdir deydi Jungo'ning gazetari. Lekin hozirgi vaziyat oltidan aytganda G'arbi taqim orollar bilan Janubiy taqim orollarning mohiyatlik farqi bor. Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan keyin atrofdagi davlatlar bo'libmi Vyetnam shilgaylarini eqitgan. 1974-yili Jungo Vyetnam tajovuzchilarini tozalab chiqargandan keyin G'arbi taqim orollar Jungoning tizginlashiga o'tgan deydi Jungoning gazetlari. Tahlilchilar mundaq hesaplaydi. Amerika bu qatam G'arbi taqim orollarga bösüp kirganda tövandikidek maqsadga yetishni, Vyetnamni yeniga tortib, Tayvanni hamkorlashga qo'shib olishdan iborat bir maqsadni umid qiladi. Undan qolsa Janubiy dengiz kurash maydonida ikkinchi urush maydonini etishni umid qilgan bo'lishi mumkin deydi. Bu tahlilchilarning gaplari. Amerika'nın qo'g'lovchi parxodi G'arbi taqim orollarga kirdi. Amerika Jungo o'tirdi sürkülüşning dardisi o'rlidi mavzuli xabar 1-ayning 31 kuni Vanviye torbiyatida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika dengiz armiyasining qo'g'lovchi parxodi Janubiy Jungo dengizi talash tartish bo'lib atgan rayonlarda G'arbi taqim orollarga, ya'ni Jungo amaliy tizginlab turayotgan orol bo'ylariga 12 dengiz mili 22 kilometr 200 metr kilometr ichkirilab kirib, erkin qatnashni yo'l qo'ydi. Jungo davlat mudofaa bayonoti eg'ir xiloflik qilish va xatarli ig'vogarchilik deb ifoda bildirib qarishtirdi. Amerika Jungo o'tirisi sürkülüşning dardisi o'rladi. Bu hareketden 2 kun burun Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi John Kerry efendi Jungo'ni ziyorat qilib, Janubiy dengiz masalasi, Chavshan yadro qurollari masalasi to'g'risida suhbat ilib bordi. Lekin ixtiloflarning doirasini azayta olmay Amerikaga natijasiz qaytib keldi. Jungo davlat mudofaasining bayonotiga asoslanganda 1-ayning 31 kuni saharda Amerika Qo'shma Shtatlari dengiz armiyasi 7-skadroniga tava bo'lgan Curtis Wilbur belgilik qo'g'lovchi parxod Jungo aytayotgan Junghayda degan orolga yoki G'arbdagi taqim orollarga 12 dengiz mili ichkirilab kirdi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotchisi Jeff Davis Carter belgilik parxod 3 soatcha dengiz okeanda urush qilish yurish bilan shug'ullandi. Lekin bu atrofda Jungo'ning harbiy parxodlari yo'q edi. Biz boshda aytgandek Jungo parxodlari ogohlantirishmadi, Amerika qaytib ketdi dedi Jungo'ning gazetlari. Amaliyotda hozir bayonotchi Davis, Amerika Davlat Mudofaa Ministrining bayonotchisi Davis nim deydi? Bu bizning parxodlarimiz bo'lganda bu atrofda Jungo'ning harbiy parxodlari yo'q edi deydi. Amerikaning urush qilish xarakterli harakatlari Jungo'ning tashabbusni qabul qilmaydiganligini ko'rsatadi.
Amerika mundaq hesapda başqa dövlətlərin dəniz turiyasında hərbi işlər və iqtisadi fəaliyyətlərlə şug'ullanmay, xalqara qoidalar bo'yicha bu yoqda o'tish bu dəniz qatnashidagi erkinlik masalasidir.